mana shu not completion listening savollarida tushadi. Buni bilasiz. Asosan part 1 da va part 4 da uchratishimiz mumkin bunaqa savol turini. Multiple choice, map va boshqa savol turlariga qaraganda ancha oson deb bemalol ayta olaman. Sababi bu yerda faqatgina siz tushib qoldirilgan joylarga kerakli bo'lgan so'zlarni topishingiz kerak bo'ladi. Buni asosan biz predict qilish orqali ham topsak bo'ladi. Unaqa qiyin emas va hozir ishlash usulini sizga o'rgataman. E'tibor bering, birinchi o'rinda listeningda har qanaqa savol turini ishlashingizdan oldin, aynan not completion ishlatishingizdan oldin birinchi o'rinda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa mana bu instruction hisoblanadi. Instruction. Xo'p, bizda aytayaptiki one word and or a number. Buni ko'pchilik faqatgina bitta so'z yozsa bo'ladi yoki faqatgina bitta raqam yozsa bo'ladi deb tushunar ekan. Qisman to'g'ri. One word degani bitta so'z, or a number degani bu bitta raqam degani. Lekin aynan or yoki turgani uchun biz 1 plus 1 deymiz. Ya'ni yoki bitta so'zni o'zini yozasiz, yoki bitta raqamni, yoki ikkalasini birgalikda yozsangiz ham bo'ladi degani bu. Shuni unutmang. Ko'pchilik shunda chalkashadi. Men bitta so'z yoki bitta raqam yozishim kerak ekan. Hozir javob bitta raqam bilan so'z bo'lyapti. Demak, ikkalasidan bittasini yozishim kerak deb bittasini yozib chiqishadi va afsuski javoblari hisobga olinmaydi, noto'g'ri hisoblanadi. Shu uchun e'tibor bering. Agar one word and or a number, ya'ni or turgan bo'lsa o'rtada, demak, ikkalasini birga yozish ham mumkin degani. Agar faqatgina one word only tursa, u faqatgina bitta so'z yozish kerak, raqam yozish mumkin emas degan bo'ladi. Xo'p, endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz ikkinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu title. Title ya'ni mana bu. Aynan listening nima haqida bo'ladi, mavzusini bilib olishimiz kerak. Copying photos to digital format. Ya'ni o'sha rasmlarni kopiya qilish. Rasmlarni kopiya qilish haqida biz listening eshitarkanmiz. Buni audio qo'yilganda ham o'zi aytadi. Mana shu narsa haqida listening eshitasan deb. Va bizda audio boshlanishidan oldin bizga vaqt beradi. You have some time to look at the question 1 to 10. Ya'ni 1 dan 10 gacha qarab olishing uchun senga biroz vaqt beriladi. Qarab ol deb aytadi. O'sha paytda siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu birinchi o'rinda sizga qanaqa so'z tushib qoldirilgan joyga qanaqa so'z kerakligini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda biz mana bu narsaga e'tibor beramiz. Buni chiqarib qo'yamiz hozircha. Kerak emas, chunki requirement ga o'tamiz. Xo'p, bu gapdan keyin aynan bularni aytadi birinchi. Mana shu 30 cm, 4 cm minimum size deydi. Xolos, bundan keyin mana shu gaplar tugagandan keyin javobga o'tadi. Photos must not be in a or an album. Ya'ni bu yerda aytilyapti mustn't be in nima degani? Ichida bo'lmasligi kerak. Nimanidir ichida. Qo'yilganidan bilsangiz bo'ladiki, artikeldan keyin bizda har doim singular noun keladi. Ya'ni birlik ot keladi. Birlik ot kelgani uchun ham bu yerda 100% bitta so'z va artikel bo'lgani uchun asosan unli emas, undosh harf bilan boshlanadigan so'z kerak bo'ladi bizga. Agar bu emas, an artikel turganda bizga faqatgina unli harf bilan boshlanadigan so'z kerak bo'ladi. Bu ham, ya'ni artikel ham sizga juda ham katta yordam beradi javobni topishingizda. Endi albomni va nimadirni ichida bo'lmasligi kerak deyapti. O'sha narsani eshitib javobni belgilaymiz. Ikkinchisi cost, keyin esa narxlarga o'tadi. Xo'p, bu yerda 360 ta foto uchun qanchadir narx, mana bu belgi summani bildiradi va bilsangiz bo'ladiki, bu yerga 100% raqam yoziladi. Harf yoki qanaqadir so'z emas. Chunki bu summani belgisi. Yevro, dollar degan belgilarimiz bo'ladi, aynan o'sha belgi bu. Xo'p, 360 ta rasm uchun qanchadir narx aytadi va e'tibor bering qavsning ichidagi so'zga. Including one disk. Ya'ni o'sha bitta disk ham ichiga kiradi, o'sha narxning ichiga deydi. Sizga 3 ta 4 ta narx aytishi mumkin. Bittasini aytib, disk ichiga kirmaydi deyishi mumkin. O'shanda siz o'sha narxni belgilab qo'ymang. Javobingiz xato hisoblanadi. Bu yerda bitta disk ham ichiga kiradi shu narxni deyapti. O'shani eshitishingiz kerak, diqqatni jamlash kerak. Va yana 360 ta fotoga buncha narx, 420 ta fotoga buncha narx, 500 ta fotoga buncha narx deb o'sha fotoni ham raqamlarini aytish mumkin. Unga ham e'tibor bering. Sizga 360 ta rasm uchun ichiga bitta disk ham qo'shiladigan narx kerak. O'sha narxni belgilaymiz. Keyingisi, before the complete order is sent, nimadir
required talab qilinadi. Ya'ni seni buyurtmang yuborilishidan oldin nimadir talab qilinadi. Keling, mana shuni predict qilib ko'ramiz. Predict degani bu taxmin degani. Taxmin qilish ham juda ham katta yordam beradi. Lekin audioni ham eshitib, baribir javobni 100% ishonch hosil qilgandan keyin belgilash kerak. Lekin predict qilib ko'ramiz. Qarang. Misol uchun siz buyurtma berdingiz, o'sha buyurtmangiz sizga yetkazilishidan oldin nima talab qilinishi mumkin? Albatta, pul. Ya'ni nima deb aytsak bo'ladi buni? To'lov. Siz o'sha buyurtmani to'lovini qilishingiz kerak. O'sha narsa talab qilinadi buyurtma yuborilishidan oldin. Endi buni men taxmin qilyapman. Menimcha shu to'lovi qanaqadir pul yoki to'lov talab qilinadi deb aytishim mumkin. Xo'p, eshitamiz, lekin yana ham bu taxminimiz, buni ham olib turamiz variant hisoblab. Keyingisida e'tibor beramiz. Mana bu photos can be placed in a folder with the name, qanaqadir name, nimanidir name, ismi, nomi bilan deyilgan. Bu ham bitta so'z ko'pincha ot bo'lib keladi. Ot, sifat, son, fe'l qanaqa so'z kelishini ham bilib olishimiz kerak. Ikkinchisi, the, something and contrast can be improved if necessary. Nimadiri va kontrasti agar kerak bo'lsa improved, ya'ni oshirilishi mumkin, yaxshilanishi mumkin. Rasmning kontrasti va yana nimadiri yaxshilanishi mumkin ekan. Hop, keyingisi, photos which are very fragile will be scanned by, nimadir orqali skan qilinadi. Bu yerda ham noun ot keladi 100%. Nimadir orqali skan qilinadi. Qanaqadir qurilma orqali bo'lishi mumkin, qanaqadir qurilmani nomini aytishi mumkin. Mana shunaqa qilib predict qilib olishimiz kerak. Keyingisi, it may be possible to remove an object from a photo or change the, ya'ni possible degani mumkin, ehtimoli bo'lishi mumkin, remove, olib tashlash objektni rasmdan misol uchun keraksiz joyini olib tashlashingiz yoki nimasinidir o'zgartirishingiz mumkin deyapti. Change the, nimasinidir o'zgartirish. Bu yerda ham 100% noun keladi. Keyingisi, a photo which is not correctly in cannot be fixed. Ya'ni nimadirni ichida to'g'ri bo'lmagan rasm fix qilinmaydi deyapti. Keyingisi, other information, qo'shimcha ma'lumotlar. Orders are completed within, e'tibor bering. Ya'ni sizni buyurtmalaringiz completed, tugallanadi, ya'ni to'liq qilib bo'linadi, within deyapti. Qanchadir vaqt ichida, qanchadir kun ichida yoki qanchadir soat ichida. Bu yerda ham asosan number kelish ehtimoli bor. Yoki week deyish mumkin, in a week bo'lishi mumkin, within week bo'lsa hafta ichida bo'ladi, within a week, bir hafta ichida yoki nechadir soat ichida yoki nechadir kun ichida deyish mumkin. Send the photos in a box, not, rasmlarni qutida yuboring deyapti, not nimadirda emas. Bu yerda ham noun keladi. Qutida yubor, nimadirda yuborma deyapti. Ana endi tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz listeningni ishlashni boshlaymiz. Hozir audioni qo'yaman va eshittirib sizga tahlil qilib beraman. Xo'p, mana buni belgilab qo'yamiz, title ni belgilaymiz. Be in a, photos, send. Kerakli joylarni belgilab olamiz. Xo'p, change the, correctly in, within, not. Xo'p, hozir audioni qo'yaman, eshitishni boshlaymiz. Boshida bizga berilgan vaqt uchun o'tkazib yuboramiz, chunki biz uni hozir tahlil qilib bo'ldik. U bizga tahlil qilish uchun berilardi. Va ana endi tekstni eshitamiz. Recordingni boshladik. U joyini o'tkazib yuboraman. You will hear a woman phoning a company that converts questions 1 to 3. 1 to 3, ya'ni 1 dan 3 gacha savoliga qarash uchun senda vaqt bor deyapti. O'tkazib boramiz bu joyini. And what about size? The phone 50 or 60? Sure. What would you like? Saw your advert. Boshladik. Hello, Picturette. Can I help you? Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk, and I'd like a bit more information about what you do. Boshda salomlashyapti, Picturette deyapti. Kompaniya ko'tardi telefonni va aytayapti-ku, men sizlarni advertisement, ya'ni reklamalaringni ko'rgan edim. Ma'lumot olmoqchiman deyapti. Sure. What would you like to know? Nima haqida bilmoqchisan? Well,
I've got a box full of old family photos that's been up in the attic for years. Some of them must be 50 or 60 years old. And I'd like to get them converted to digital format. Sure, we can do that for you. Right. Aha, menda o'sha eski rasmlar bor va uni men digital formatga o'tkazmoqchiman, deyapti. And what about size? Ana endi boshlandi. Ya'ni size haqida so'rayapti. What about size? The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions? Well, the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimetres, and each picture must be at least 4 centimetres. That's Aha, bo'ldi. Mana bu joyini aytdi, bo'ldi. O'chirib tashlaymiz. Endi bunga e'tibor qaratishimiz kerak emas. Endi javobga o'tadi. the minimum we can go with. Well, that should be fine. And some of them are in a frame. Should I take them out before I send them? Yes, please. We can't copy them otherwise. And also the photos must all be separate. They mustn't be stuck into an album. Aha, javobni aytib o'tib ketdi. Javobni nima dedi? Javobni ayol kishini o'zi aytdi. Ya'ni aytdiki, mana o'sha rasmlarim ba'zilari ramkada, ya'ni frame. Frame'da dedi. Ya'ni frame. Ramkada men ularni yuborishdan oldin ramkadan olib tashlashim kerakmi dedi. Shunda erkak aytdiki, ha, ramkadan olib tashla va ular albomda ham bo'lmasligi kerak dedi. Ya'ni bizda frame degani bu ramka deyiladi. Agar siz frame degan so'zni bilmasangiz, javobni topa olmasligingiz ko'proq edi. Sababi chunki javobni ayol kishi aytdi, ko'pchilik erkak kishidan kutadi javobni. Chunki ma'lumotni erkak kishi beryapti. Shuning uchun vocabulary'ni ham ko'tarishingiz kerak. Frame bizda ramka degan. Ramka va albom ichida bo'lmassin dedi. Eshitamiz davomini. They mustn't be stuck into an album. Okay, that's not a problem. So, can you give me an idea of how much this will cost? Aha, bo'ldi. Ana endi esa costga o'tyapti. Bo'ldi, tepaga e'tibor qaratmaymiz, pastga o'tamiz. Cost. I've got about 360 photos, I think. We charge £195 for 300 to 400 photos for the base. 300 to 400 photos qancha dedi? 195. 195 dedi. Bo'ldi, mana shu javobni olamiz. Nega deng? Sababi 300 tadan 400 tagacha bo'lgan rasmlar uchun biz 195 o'sha dollarmi, yevromi shuncha pul olamiz deyapti. Demak, bizniki 360 mi? Demak, 300 tadan 400 oralig'iga kiradi. Oxirigacha eshitamiz. Service. Okay, and does that include the disc? Yes, one disc. Bo'ldi. Bu diskni o'z ichiga oladimi deb ayol savol berganda, yes, one disk dedi. Ha, bitta diskni o'z ichiga oladi dedi. Demak, 100% javobimiz 195. Eshitamiz yana. But you can get extra ones for £5 each. Aha, sen yana bitta qo'shimcha olishing mumkin. Har bittasi uchun 5 pounddan to'lashing kerak deyapti. 5 bo'la olmaydi javobimiz. That's good. So, do I need to pay when I send you the photos? No, we won't need anything until we've actually copied the pictures. Then we'll let you know how much it is. And once we've received the payments, we'll send the parcel off to you. Once we received payments, we will send dedi. Qachonki biz payment etdimi boya predict qilganimizda, to'g'rimi? To'g'ri aytibman. Payment, ya'ni to'lovni biz receive qabul qilganimizdan keyingina biz senga buyurtmani yuboramiz dedi. Ko'rdingiz-a? Payment bo'ladi javobimiz. Predict qilganimiz to'g'ri kelyapti. Endi 100% ishonchimiz komil va javobni yozdik. Endi keyingisiga o'tamiz. Right. Before you hear the rest of the conversation, Ana endi 3 gacha ham senda vaqt bor degan edi. Endi 4 dan 10 gacha qarab olishimiz uchun ham vaqt beryapti bizga. Shu vaqtdan juda ham unumli foydalanishga harakat qiling.
Now listen and answer questions 4 to 10. Mhm. Is there anything else you'd like to ask about our services? Yes, I've roughly sorted out the photos into groups according to what they're about. So, can you keep them in those groups when you copy them? Sure. We'll save each group in a different folder on the disk, and if you like, you can suggest a name for each folder. So, I could have one called grandparents, for instance. Exactly. Javobimiz nima bo'ladi? Grandparents. Ya'ni agar xohlasang, har biriga grandparents name qo'yishing mumkin dedi. Grandparents bo'ladimi deganda yes dedi. And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements? Can you make any improvements? Ya'ni biror bir o'sha rivojlantirish qila olasanmi rasmda? Savol beryapti. Eshitamiz javobni aytadi hozir. Yes, in the standard service, each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit or improve the contrast. Aha, sometimes we touch the color a bit. Color. Rangini o'zgartira olamiz va kontrastni improve qila olamiz dedi. Color. Buni colorni color yozsangiz ham bo'ladi. Color yozsangiz ham bo'ladi. Ikkalasi ham to'g'ri, faqat bittasi American, bittasi British. Xato hisoblanmaydi. Har bittasini yozishingiz kerak. That can make a big difference. Okay. And some of the photos are actually quite fragile. They won't get damaged in the process, will they? No, if any look particularly fragile, we do them by hand. By hand. We do them by hand. Biz ularni nima qilamiz dedi? Qo'l orqali skan qilamiz. Qo'limiz orqali skan qilamiz. By hand. Ya'ni hech qanaqa qurilmalarga tiqmas ekan, o'zi qo'li bilan ehtiyot qilib o'sha skan qilar ekan. Ko'rdingiz, by hand. Do realise how precious these old photos can be. By hand. Handdan boshqa qanaqadir qurilmani nomini ham aytmadi. Boshqa javob belgilayman desangiz, boshqa javob yozaman desangiz, hand to'g'ri keladi. Chunki by bilan ham aytib o'tib ketdi o'sha. By degani orqali degani, ya'ni qo'l orqali, qo'l bilan. Sure. And another thing is we can make changes to a photo if you want. So if you want to remove an object from a photo, Aha, mana bu joyni aytyapti. Agar sen nimadirni rasmdan udalist qilmoqchi bo'lsang, endi javob etadi. or maybe alter the background, we Aha, nima dedi? Alter the background. Ya'ni orqa qismini, backgroundni o'zgartirmoqchi bo'lsang. Background. we can do that. Really? I might be interested in that. I'll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos, I've got a few that aren't properly in focus. Can you do anything to make that better? No, I'm afraid that's one thing we can't do. Aha, focus. In focus deb aytib o'tib ketdi. E'tibor bering. In focus dedi. Focus bo'ladi javobimiz. Va keyin cannot be fixed. Yo'q, biz uni qila olmaymiz. Now we can't deb aytib o'tib ketdi. Demak, focus. Okay. Any other information I can give you? Aha, yana boshqa informatsiya beraymi? How long will it all take? How long will it take? Ya'ni bu qancha vaqt oladi, deyapti buyurtmam. O'sha qilib bo'lganlaringcha qancha vaqt oladi? We aim to get the copying done in 10 days. Aha, we aimed copying done in 10 days. Within 10 days bo'ladi javobimiz. Ya'ni aim degani o'sha orzu, maqsad degani, ya'ni bizni maqsadimiz shu 10 kun ichida qilib bermoqchimiz dedi. Va boya aytib o'tganimdek one word in or a number degani mana shunga ham to'g'ri keladi. Ya'ni bitta raqam, bitta so'z. 10 days 10 kunda qilib bera olamiz. Davom etamiz. Fine. Right. Well, I'll get the photos packed up in a box and post them off to you. Right. If you've got a strong cardboard box, that's best. We've found that plastic ones sometimes break in the post.
Aha, agar sandbox bo'lsa juda ham yaxshi dedi. Not plastic. Biz plastikda kelgan rasmlarni singan holatda olganmiz ko'pincha dedi. Demak, bu degani qutida yubor, plastikda emas degani. Javobimiz plastik bo'ladi. Ya'ni bizga bitta so'z kerak edi va noun ot kerak edi va plastik bu to'g'ri javob bo'la oladi. Xo'p, aynan mana shunday qilib oson usulda ishlashingiz mumkin. Hozir hech qancha vaqtimiz ketmadi. Deyarli mana 25 daqiqada tahlil qilib tugatib bo'ldik va endi listeningni bajarib olgandan keyin tahlil qilish qanaqa bo'lishini men sizga xudo xolasa o'zim boshqa bir darslik qilib tayyorlab kanalga yuborib qo'yaman. Kanalda qoling. Mana shu usulda not completion ishlashingiz kerak bo'ladi va ishlab olganingizdan keyin yoki ishlash davomida, tahlil qilish davomida yoki mana shunaqa qilib boshdan ko'rib chiqish davomida sizga notanish bo'lgan so'zlarni albatta daftar tutib, yozib, tarjimasi bilan yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, darsga